Edubaza saytida qanday qilib bepul juda ko'plab sifatli materiallarni topish mumkin? Buning uchun biz asosiy bo'limda do'konga o'tishimiz mumkin, mana, yoki materiallar degan joyga o'tishimiz mumkin. Ikkalasi bir xil ishlaydi. Materiallarni bosamiz va bu yerda ko'plab materiallar chiqib keladi, mana. Istalgan bittasini biz demak bemalol yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, sinf, fan va format tanlash mumkin. Keling, format orasidan biz tarqatma materiallarni tanlaymiz va tarqatma materiallarda bir nechta kategoriya bor. Masalan, labirintlar. Mana. Bolalar uchun mantiqiy labirint degan material chiqib keldi. Ustiga bosamiz. Mana shunaqa ko'rinishdagi labirint bor ekan bizda. Bemalol yuklab olishni bosish orqali biz buni chiqartirsak bo'ladi. Mana. Bu namuna uchun ko'rsatyapmiz hozir. Va bu yerda xuddi shunaqa turdagi boshqa materiallar ham bor. Masalan, mana inson tanasini o'rganishga oid bo'lgan tarqatma material. Mana. Yuklab olishni bosamiz. Va bizda tanamizni o'rganamiz degan tarqatma material chiqib keldi, mana. Buni bemalol o'quvchilarga chiqartirib berish mumkin. Mashqlarni bajarib, savollarga javob berish orqali darsda foydalanish mumkin bo'ladi. Va eng muhim joyi bu do'konda siz o'z materiallaringizni bepul joylashtirishingiz yoki ular uchun ma'lum bir haq, sum qo'yib, ularni sotishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Marketplace degan joyda mening do'konim degan joyga o'tamiz. Mening do'konim. Mana shu mening do'konim degan joyda hozir materiallar yo'q, bo'sh turibdi. Mana. Yo'riqnoma bor, o'qib tanishib chiqamiz. Nimalar sotish mumkin, qanday sotish mumkin, qancha daromad olish mumkin, bular haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Statistika degan joyda bizni do'konimizni demak ishlatib materiallarni yuklashni boshlaganimizda bu yerda hamma ko'rsatkichlar ko'rinib turadi. Nechta odam ko'rgan, nechta odam yuklab oldi, nechta odam sotib oldi, hammasi mana shu joyda turadi. Va eng muhimi material qo'shish. Material qo'shish oynasini qisqacha tushuntirib ketaman. Yangi material qo'shish uchun 4 tagina qadam bor. Birinchisi bu material turini tanlash. Qaysi turdagi materialni yuklamoqchimiz? Keling tanlaymiz. Masalan, dars materiali. Bu nima? Prezentatsiyami, dars rejami yoki metodik qo'llanmami? Metodik qo'llanma. Keyingi qadamga o'tamiz. Nomini yozamiz. Masalan, qanaqadir metod, ha? Mana. Biletlar metodi. O'yinda qanaqadir chiptalar bilan o'ynatadigan metod yuklamoqchimiz. Bu yerga izohni yozishimiz mumkin bo'ladi qisqacha. Mana izoh deb qo'yaman hozir. Materialni kimga nima foydasi borligini batafsil yozishni tavsiya qilamiz. Nechinchi sinflarga? Bu 2-3 sinflarga. Fan aytaylik, buni biz o'qish savodxonligida ishlatishimiz mumkin. Material osonmi, o'rtachami, qiyinmi? O'rtacha. Keyingisi. Keyingi qadamda materialni o'zini yuklaydigan joy chiqadi bizda. Ya'ni fayl mana shu joyga yuklanadi. Bu PDF bo'lishi mumkin, Doc, PowerPoint, Excel yoki Zip yoki boshqa bo'lishi mumkin. 50 megabaytdan oshmasa bo'ldi. Bosamiz va mana shu joyda birorta faylni yuklaymiz. Masalan, mana tanamizni o'rganamiz degan faylni yukladik. Mana. Muqova rasmi degan joy bor. Bu yerda albatta biz o'sha muqovada nima ko'rinib turishini qo'yganimiz ma'qul, tavsiya qilamiz, chunki mana shuni qo'yib turamiz hozir. Mana. Va keyingi qadamga o'tamiz. Eng muhim joyi, agar material siz uchun bepul qo'yish mumkin bo'lgan material bo'lsa, uni bepul qo'yishni tavsiya qilamiz. Boshqa ustozlar bemalol undan foydalanishadi yuklab olib. Agar u ma'lum bir mehnat ketgan, uzoq vaqt talab qilgan va sotmoqchi bo'lgan materialingiz bo'lsa, unda narx qo'yasiz. Bepul yoki pullik. Pullikda 5 ming, 10 ming, 15 ming, 25 ming, 50 ming istalgan narx qo'yishingiz mumkin. Masalan, hatto 100 ming ham qo'yishingiz mumkin. Deylik, biz 30 ming so'm deb qo'yyapmiz shu materialning narxini. Mana. Bu yerda ustoz qanchani toza olishini ko'rsatib qo'yiladi. Komissiyalar, soliqlar, boshqa narsalar chiqib ketadi. Va tekshiruvdan o'tkaziladi. Albatta, biz siz yuklagan materialni mazmuniga mosmi, sifat darajasi yaxshimi tekshirib chiqib, uni 1-2 ish kunida e'lon qilib saytga joylashtiramiz. Tekshiruvga yuborish tugmasini bosamiz.
Bo'ldi. Siz do'konga birinchi materialingizni joylashtirdingiz. Mana 30 ming so'mga biletlar metodi degan faylni obloshkasi, ya'ni muqovasi bilan joylashtirdim. 1-2 kun ichida mana bu tekshiruv degan joy sizda tasdiqlandi degan yashil yozuvga o'zgaradi. Hozirda do'konimizda juda ko'plab materiallar joylanishi boshlangan. Ularning orasida bepul materiallar, pulli materiallar bor va Edubaza platformasida 12 mingdan ortiq o'qituvchilar kirgan. Bu siz videoni ko'rayotgan paytingizda eski ma'lumot bo'lishi mumkin, lekin kun sayin ortib boryapti. 1,5 oy ichida shuncha o'qituvchi demak platformamizdan foydalanishni boshlashdi. Bu degani aynan sizni materialingizni izlayotgan o'qituvchilar mana shu saytdan, materiallar bo'limidan izlashadi. Hozir o'zaro materiallarimizni bo'lishadigan va qo'shimcha daromad qiladigan payti.